Omad shu o'yinda bugun bayram navbatiga O'rik's o'z egasini topdi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Biz Samarqandga keldik. Assalomu alaykum Jonboy! Mana, o'rtoqlarimiz, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamning kayfiyat qanaqa? Yaxshi, rahmat. Xursandmisiz? Xudoga shukr. O'sha kundan beri uxlamayapsiz. Uyqu yo'q. Yo'q, Bildimi hamma? hamma bir. O'ni qo'shnilar. Mahalla-ko'y. Odamlar Necha yildan beri o'ynardingiz? sizdan beri o'ynayman. O'zingiz? O'zim. Pochcha xabari yo'q. Biladi, u ham har zaman o'yin tashib turadi. Ularga chiqmadimi? Yo'q. Ularga chiqdim. Rostmi? Yolg'onmi? O'ynasa bo'ladimi? Ishonsa bo'ladimi deydi. Nima deysiz? O'ynasin, ishonsin. Haqiqat ekan. Hech qanaqa yolg'on yo'q. Tanish-bilishchilik Bo'lmadi, hech qanday tanish-bilishim bo'lmadi. 1758 avtomobil O'rik's Samarqand Jonboy! Qani birga tabriklaymiz! Tabriklaymiz! Tantanali ravishda mashinamni ishga topshiraman xo'jayinga. O'zingizni topshirib qo'yasiz. Nechta farzandli? Ikkita. Ro'yxatini ko'ring. Bemalol bitta donangizni jo'natib ham g'olib bo'lsanglar bo'ladi. Undan tashqari 12 dan tashqari, Damas'dan tashqari yana g'oyibona 20 ta velosiped ham o'ynalmoqda. Shuning uchun LC Jesco mahsulotlarini bemalol xarid qilinglar. Hammaga tavsiya qilamiz. Balkim keyingi avtomobil g'olibi aynan bizning oramizda bo'lishi mumkin. Uni hech kim bilmaydi. Havas qilinglar, shunaga chiqqan bizning ham chiqsin desanglar, albatta chiqasizlar. Tinchlik, xotirjamlikda, bag'ributunlikda, sog'lik, salomatlikda, meni yurtim telekanalida yana ko'rishguncha, xayr Samarqand Jonboy!